Hürmetli vatandaşlık siyer davamlaştırımız. Bugün Çislak 2020 yıl 11. ayının 21. günü. Yukarıkılık siyerin devamı değil yani de. Yukarıda sual koyduk. Tabii Washington'da Amerika Tayvan iktisat sohbet yığını. Kuala Lumpur'da İran'da 15 devlet Asya Tecokyan iktisadi hemkarlık yığını. Cungo katnaştırılmaydı esildeki plandı bunun burun 4 yıl burunki plandı katnaştı. Onun sualını koyup bulduk. Endilikte hazır Taybide okşaş bir günde, Washington'da okşaş bir günde, hazır Kuala Lumpur'daki yığınım okşaş bir günde değil. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti nemege katnaştı Asya Tinç Okyan hemkarlık, iktisadi hemkarlık yığına katnaştı. Tabii hazır Amerika ile sohbet üstüde. İktisat meselesi bu işe. Hazır Karaganda kıskartıp eysak iki lager peyda oldu. Asya Tinç Okyan rayonunda iki iktisat lageri peyda oldu. Lekin bunun içinde hazır Asya Tinç Okyan iktisat hemkarlık yığına katnaşkan Avustralya degen devlet ile Yaponiya degen devlet bu Amerika'nın ittifakdaşı. Biz arlatısıyla sözlüge leksiyeler neymi dedik? Bu 4 devlet hazır Cenubi Deniz harbiy manevra elip badi dedik. Bu 4 devletning ittifaqı hazır harbiy ittifaq bop kengayıvatı, taraqqiy qilyapti degan mazmun leksiyalarni so'zladik. Dal shundaq paytda hazır Avustraliya bilan Yaponiyaning endi Osiyo Tinch Okyan yig'iniga masalan Tinch Okyan iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga Cungo bilan birga qatnashganligi bu albatta sizni qiziqtiradigan, bizni qiziqtiradigan bir gap. Endi uning ustiga tig'mi-tig' degandek yoki yondashib kelayotgan yana bir gap Amerika Tayvan Taybida o'tkazilgan iqtisodiy hamkorlik yig'ini. Buni hozir ikki xil iqtisod gavdasi Osiyoda paydo bo'ldi deyli vatandosh. İki xil iqtisod gavdasi Osiyoda paydo bo'ldi deyli. Bu taraf Amerika Taybida lager yoki iqtisod hamkorlik yig'ini sohbati, o taraf asosi hozir Cungo deymizmi, buningga Yaponiya deymizmi, bir nima deyish qiyin bo'lib qoldi. Shundaq vaziyat shakllan. Bu iqtisod sohasidagi vaziyat siyosat sohasiga qanday kirib keladi. Uning ustiga hozir Prezident Trump, navbatdagi Prezident Trump bu ekonomik yig'inga nima Kuala Lumpur'dagi yig'in ikra yig'ini qatnashdi. Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping bir-biriga taptanimi qilishmadi yoki bir-biriga daritmilab so'zlamadi. Endi salom soat qilishdimi qanday xabarda kelmadi. Mana shundaq bir vaziyat shakllandi vatandosh. Yana bir xabar, Amerikan hukumat kabineti a'zosini Tayvanga ziyoratga vatidi. Bu endi aning ustiga ustilab kelayotgan yangi bir xabar, dunyoviy yangi ta'sir yoki fikr paydo qiladigan bir harakat. Cungo Tayvan bilan Amerikaning har qanday berib kelishiga qarshi turdi deb ko'rsatdi Tashqi ishlar ministrligi. Bu xabar Amerika ovozidan Xitoy til programmasida e'lon qilindi 11 ayning 20 kuni. Xabar bunda Washington. Amerika hukumat kabineti darajalik. Muhima kabineti darajalik. Muhit asrash mahkamasining boshlig'i. Mahkamasining boshlig'i Andrew Wheeler kelar oyda Tayvanni ziyorat qildi. Tayvan ma'muriyat boshlig'i Su Jintang 11 ayning 20 kuni bu xabarni dalilladi. Bu ziyorat 8 oydan boshlab 3 nafar Amerika amaldorining Tayvanni ziyorat qilishi bo'lib esa 3-nafar. 3-qatim Amerika amaldorining 3-qatim Tayvanni ziyorat qilishi bo'lib hisoblanadi. Tayvan bu ziyoratga qarshi oldiganligini bildirdi. Chunki Tashqi ishlar ministrligi Amerika amaldorlarining Tayvanni ziyorat qilishiga qarshi turgan bo'ldi. Tayvan qarshi oldi Amerika amaldorlarining Tayvanni ziyorat qilishini. Cungo Tashqi ishlar ministrligi buning qarshi turganligini bildirdi. Yana bir xabar deyli. Xi Jinping Amerika Cungo ayrilib ketishni rad qildi. Cungo kompartiyasining halok bo'lishidan qo'rqdimi?
Mavzulu xabar 11 ayının 20 gün Cungo'ga nazar torbiyeti ilan kılındı. Xabar mundaq başlandı. Cungo Amerika ayrılıp gitti. Şönçe keskin davamlaşıvatkan bir peytte. Cungo Kompartiyasının sekreteri Xi Jinping Asya Tinch-Okean hemkarlık yığınında Cungo'nun Garp dünyasından ayrılıp gitişini yana bir kıtım rad kıldı. Xabarda mundaq değildi. Mühim, çünkü Amerika Cungo ayrılıp getkende Cungo Kompartiyasının gumran buluşudan qorqdi. Xabarda şundaq değildi. Asya Tinch-Okean iqtisadi hamkorlik yig'ini can qutquzish paxili emas. Balki 14 davlat birlashib Jungoni iskanjaga elish tashkilotidir. Boshqa so'zlab o'tdik. Li Yiping shundoq mavzu qo'ydi. Endi yana bir xabar, Xi Jinping ichki tashqi ovorchilikqa yo'liqdi. Mavzuliq maqola avtori Yan Jungo 11 ayının 20 gün Vanvet orbitini ilan kılındı. Xabar mundaq başlandı. Hazır Jungo'nun içki taşqi avarçılığı nima desiniz? İçki cihetdeki avarçılık. Hazır nima Asya Tinch-Okean yığında Reis Xi Jinping tushundirib o'tdi ki mundaq dedi. Davlat ichida davriy aylanish asos qilish, iqtisod sohasida o'z ichida o'zi aylanish degan gap. Devlet işi ve halkara taraflı devri ayrılış birbirini ilgili sürüş ve yeni tarakkiyat vaziyeti ramkisi yartır. Bu devri ayrılış degen gep iktisat sahasında üzen devlet işçide üzen kamda üzen bir ilacı kıl degen gep. Bu bir bekini bilişinin bir kıl şekli vatandaş mümkün mü? Yaka hazırki dünyada mümkün mü? Sen üzen işlep çıkargan mahsulatlarını tamam üzen istimal kılalışan mümkün mü? Fakat chet elge mahsulot eksport qilmasligin bu mümkün mü? Bu qanday iqtisod ramkan? Her qandaq davlat ta'kidlaydi bu ishni, her qandaq davlat qiladi bu ishni, lekin yo'l uchuq. Biri ishlab chiqarish yo'li ravonlashgan bo'lishi kerak. Ikkinchisi mahsulotning xalqaro bozorga kirishi ravonlashgan bo'lishi kerak. Üçüncüsü mushunga munosabatlik sen izlanadigan bir yo'l her qandaq davlat uchun. Privat, tashqi privat nerede keldi degan masala. Reis Xi Jinping. Sen üzerinin içinde devri kılsan, üzerinin içinde aylansan, iqtisod nima qiladi? Qamdaq bir ketishing mümkün değil. Biz bilmemiz çoğun devlet. Ne profesörlerin var, iqtisodşünasların var. Çoğun devlet. Eğer bunu tashqariga chiqarammasan, tashqi privat yetib kelmese, nima bilan jam beqishing mumkin? Masalan, tashqi dunyodan oshliq setib olasan, energiya setib olasan, tashqi dunyoda o'tirish sharqdan neftini degandek, agar buningga tashqi privat bo'lmasa, nimani haydashing mumkin? Shunga buni hozir tor betlarda kishilar bu gapni masxir qilishga boshladi vatandoshlarim. Masxir qilishga boshlab nima dedi? Ichki jihatdan shu holga qolding. Endi tashqi jihatdan sen bunu tekrarladın. Sana tashqi jihatdan açıldıgan yol taqaldı. Hazır meyli G'arb dünyası, meyli Jungo o'zi o'rtadagi savdo munosabatlarida gerçi bo'layotgan savdo eqib turayotgan bo'lsa-mu, burunqi 4 yildan burunqi mezgillar yo'q. Jungoning oltin davri yo'q. Hazır tashqi savdo asası jihatdan sug'i chilashdi desiniz bo'ldi. Shunga bu yerda bu narsa yo'q. Endi biz oxirda selishtirishimiz bo'yicha qaytib kelaylik. Tayvanning ishi mushu jiddiylik ichida qachondan boshlab 11 ayning 12 kunidan boshlab Tayvan Jungoning zimini emas. 8 ayning 9 kunidan boshlab Amerika amaldorlari Tayvanni ziyorat qildi. Eng oxirida 12 ayda yana bir nafar amaldor Tayvanni ziyorat qildi. Tayvanning xalqaro o'rni ko'tarilyotdi degan gap. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari bilan savdo hamkorligi Tayvan o'rtasida tuzilgan bo'lsa, yoki Osiyo uchun o'lgi qilib Tayvan bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida yana bir savdo tashkiloti, yana bir savdo kelishimi imzolangan bo'lsa, endi jungoliklar ansirayotgan ish. Masalan, Tayvan amaliyotga mustaqillik yo'liga mangamdu deb ansirayotgan ish yuz berishi mumkinmi yoki qanday vatandoshim? Siz bu savolni qo'ying. Bizning bugungi leksiyamizdagi eng asosli nuqta mana shu yerda Tayvanning iqtisod sohasidagi taqdirining qanday bo'lishiga ancha-muncha siz bilan biz qiziqmasakmi, lekin Tayvanning siyosat sohasidagi taqdiri
Uyghur Tibet'ten kelgüse takdiriga ta'sir ko'rsin. Evvel yol açılsın vatandaşlar. Tolu çoğun söz deydik emez Uygurlar. Acayip çoğun söz deydik emez. Evvel yol açılsın. Katnaş yolu ravan bolsun. Andın katnaş yolu mağdıgan katnaş vasıtaları ve katnaş kuralları mı ravan buludu vatandaşlar? Siyaset mi şundak? Siyasette evvel yol açılsın. Bulam da yol açılgandaki andın çoğun söz deyle vatandaşlar. Yaman çoğun söz deydiğin adamlar oturgu çıkıp aldı. Men şulağa gep kılay desem hazır tıl hakaret ölerler. Hücum kılıp oturdu, macera başlaydı bula. Endi baş kaydı tapanmagandiken, başka yolunu tapanmagandiken tıl hakaret kılıdı. Üzerden tutuyorlar efendiler. Bunçular körenlap ketmeyli. Bunçular çoğun sözlep ketmeyli. Üzümüzün halığı bekip iş kılaylı. Üzümüzün tutkan ornu nerede, turgan ornumuz nerede, şunun kırap gep kılaylı vatandaşlar. Çoğun sözlep ketmeyli. Çıraylık sözleşini, ilmi emgek kılışını ügüneyli. Bu emgek bu. Bir nokta etkandı bu dava işi emgek. Hazır men dava kıldım. Oturgu çıkıvagan adamlarına tolalığıdım, baş ağrıydıgan dercigi yetti vatandaş. Men sizlerge sual koyay çoğu yigitler. Dava nime? Uygur nime dava kılıdı? Nimini dava kılış gerek. Siz hazır nimini dava kıldınız? Vatandaş. İttifaklık yok. Hazır her kim özü han, özü bek. Koltusu bop gitti bu adamlar. Acayip. Şuna hazır için müşahedim uşunçilek sözlep duraylı. Endi vaziyet doğrusu fikrimiz yok arkadaş. Vatandaşlarına bunu oylap görüşün, tefekkür kılıp görüşün hazır siyasi vaziyet göz görüşünü. Anda yana başka özgürüşler buluvatkan muşundak bir peytli ulanı hazır eğizge alalmayımız sebebi onun da işençlik biraz söz ibare bulmağandın ki vatandaşlara vatandaşlarını ziriktirip koyumuz. Evvel pakitle oturgu çıkış gerek. Torbetlerde buluvatkan vaziyetini körüvatsa mesela Amerika'daki saylam doğrusu da Amerika Qo'shma Shtatları bir qarorga kelgandan keyin andin o to'g'rida sizlar bilan paranglashimiz hurmatli vatandoshlar.